Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Bugun 15-avgust 2026-yil Zamin savdo markazimizda savdolarimiz davom etmoqda. Xaridorlar albatta bor, har doimgidek. Bizda savdolarimiz qizg'in davom etmoqda. Ushbu modellarimiz, taka modellarimiz ko'rishyapti va bu yerda mana 700 kilogramli Cherokee balonli skuterimiz ham sotilyapti. Mana tayyorlanish jarayonlari va bizda ushbu yerda super modelimizning eng katta versiyasi ham sotildi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Ayritom qishlog'iga opamlar olishdi. Opa, qalay, ma'qulmi sizga skuter? Opam hamma joyda aylanib kelibdi, qo'qonlarda ham polni aylanib kelishibdi. Eng arzon shetda ekan baribir deb olishyapti. Opa, yaxshi kunlarga mininglar, nasib qilsin. Dastavkalarni ham qilib beryapmiz mana opamga. Kimga mana shunday optim narxlarda skuterlar, motorollerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Like va podpiska bosishdan chiqmas, hurmatli obunachilar. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Nomerlarni ekranlarda qoldirib ketamiz. Yana bir bor assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Mana bugun 15-avgust 2026-yil ushbu sotilgan super modelimizning eng kattasi gigantni yetkazib beryapmiz. Mana dastavkalarni qilib beryapmiz. Opamlar mana mahallalarga keldik. Xudo xolasa mana shu mahallani oxirida burilgandagi uy ekan. Mana akamlarim chiqishyapti. Yetkazib keldik. Mana topshirish jarayonlarini hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilamiz. Hojon ham yolishyapti ekan duolarni qaynilariga. Albatta hammaga mana shunday kelinlar uchrasin. Qaynlarni o'ylaydigan, qaynlarni yaxshi ko'radigan va opam o'zlariga ham o'zlariga o'xshagan yaxshi kelinlar uchrasin, nasib qilsin. Mana skuterimizni, super modelimizni olib ketishyapti. Hozir hojonamga olib kirishar ekan. Hozir hojonamning ham duolarini olib, keyin sekin do'konga qaytib, o'zimiz ish faoliyatimizni davom ettiramiz. Ha, mashina kengroq shu yerda qoldirdik hoji buva. Mana gullarga boy uy ekan, mana daraxtlarga, gullarga mehr boshqa joylagan. Opamiz sog' bo'lsin. Hoji ona, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Hoji ona, qulluq bo'lsin. Nasib qilsin. Hoji ona, mana shu sizga keliniz olib kelishdi. Yaxshi kunlaringizga mening nasib qilsin hoji ona. Iloyim har doim mana shunday yaxshi kelinlarni davrasida yurish nasib qilsin hoji ona. Bitta duo qilib qo'ying shu keliningizni, bizni Alloh akbar, aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarga mininglar, nasib qilsin. Hoji buva, yaxshi kunlarga mininglar, nasib qilsin, sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, kimga mana shunday skuterlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Bo'g'ishbek qishlog'i.